Baliq burchidagilar haqida bitta haqiqat bor. Uni bilgan odam ularga boshqacha qaraydi. Baliq burchi vakillarining plyuslari. Ularda juda ham kuchli sezgi bor. Ko'p narsani gapirmasangiz ham his qilishadi. Mehribon va rahmdil. Boshqalarga yordam berish ularga tabiiy hol. Judayam ijodkor. San'at, musiqa, dizayn yoki yangi g'oyalar yaratishda ajralib turadi. Har qanday muhitga moslasha olishadi. Hayot qanchalik o'zgarsa ham yo'l topishga harakat qiladi. Sadoqatli, ishongan insonlarini oson tark etmaydi. Katta orzular bilan yashaydi va tasavvuri juda boy bo'ladi. Agar hayotingizda baliq burchi vakili bo'lsa, biling, u sizni chin dildan qadrlasa, doimo yoningizda bo'ladi. Izohlarda yozing. Siz yoki yaqinlaringiz orasida baliq burchi bormi? Ularning qaysi xislati eng ko'p mos keladi?